Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar, aziz vohadoshlar. Surxondaryo telekanali dasturlarini huquqiy mezon ko'rsatuvi bilan davom ettiramiz. 2025-yilning 3-noyabr kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholi salomatligi va millat geni fondini giyohvandlik va narkojinoyatlardan samarali himoya qilish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi. Bugungi ko'rsatuvimiz orqali ushbu farmonning ijrosi doirasida viloyatimizda amalga oshirilayotgan ishlar xususidagi ma'lumotlarni siz aziz teletomoshabinlarga yetkazishni maqsad qilganmiz. Ayni mavzuda suhbatlashishni studiyamizga mazkur mavzuga aloqador tashkilotlar vakillarini taklif qilganmiz. Xush kelibsizlar. Bahodir aka, dastlab suhbatimizni siz bilan boshlasak, mazkur farmonning maqsad va vazifalari nimalardan iborat? Shular haqida aytib o'tsangiz. Prezident farmonida ustuvor vazifalar belgilab berilgan. Ustuvor vazifalardan birinchisi avvalambor ta'lim muassasalari o'quvchi talabalar o'rtasida psixotrop moddalarning tarqalishini batamom chek qo'yish masalasi ustuvor vazifa belgilangan. Chunki bilasiz, voyaga yetmagan shaxslar, umuman talaba, o'quvchilar o'rtasida ushbu giyohvandlik vositalarini tarqalishi, turli yo'llar bilan tarqalishi ommalashib ketyapti. Buni ommaviy vositalar yoki internet tarmoqlarida guvoh bo'lyapti. Shuni oldini olish shu farmonda ustuvor vazifalar birinchilardan qo'yilgan. Bundan tashqari, yoshlarda giyohvandlikka qarshi murosasiz kurash munosabatini shakllantirish, ularda huquqiy ongini o'sha psixotrop moddalarga nisbatan qarshi kurashib, ularni miyasiga singdirish, o'sha psixotrop moddalarning ta'siri, salbiy oqibatlarini tushuntirish ustuvor vazifalardan biri belgilab berilgan. Ikkinchi masala, giyohvandlik vosita psixotrop va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar noqonuniy aylanmasiga chek qo'yish va ularni jinoiy huquqiy mexanizmni yaratish. Ya'ni jinoiy huquqiy qanday? Jinoiy huquqiy deganda asosan buni jazolovchi mexanizm emas, unda huquqiy asoslarni keltirgan holda jinoiy javobgarlikni belgilab berish asosiy ustuvor vazifa belgilangan. Bundan tashqari, giyohvandlik vosita tayyorlash, foydalanish mumkin kimyoviy vositalar aylanmasi ustidan qat'iy nazorat o'rnatish belgilab berilgan. Bundan tashqari, hammamiz xabarimiz bor, tibbiyot muassasalarida tarkibida giyohvandlik vositalari mavjud bo'lgan dorilar tegishli tartibda ro'yxatga olingan holda foydalanadi. Ro'yxat hozirgi kunda elektron tartibga solinmagan, o'sha farmonda ham tartibga solinib ketdiki, ustuvor vazifa sifatida belgilab ketildi. O'sha tibbiyot muassasalarida foydalanayotgan psixotrop moddalar tarkibida giyohvandlik vositalari bo'lgan aynan dori vositalarini elektron ro'yxatga olish va elektron tartibga solish belgilab berildi. Bundan tashqari, aholi, ayniqsa voyaga yetmagan yoshlar o'rtasida giyohvandlik hamda zaharvandlikni tashxisini aniqlash yoshlar o'rtasida, ularni davolash, tibbiy ijtimoiy reabilitatsiya qilish tizimini takomillashtirish yana bitta ustuvor vazifalardan bittasi belgilab berildi. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. O'tkir aka, suhbatimizni siz bilan davom ettirsak, farmonda bir jumla bor. Mamlakat geni fondini giyohvandlik vositalari va narkojinoyatlardan himoya qilish. Bu bejizga aytilmagan, sababi giyohvandlik va umuman narkotik moddalar iste'mol qilgan shaxsning genida o'zgarishlar bo'lishi mumkin. Umuman xalqimiz bilamizki, azaldan boshqa millatlarga, boshqa ellarga namuna bo'ladigan xalq hisoblanadi. Giyohvandlik vositalarini iste'mol qilgan shaxsda esa o'zgarishlar yuz berishi mumkin. U ko'ngilsiz holatlarga sabab bo'lishi mumkin. Shu ma'noda aytganda, mazkur illatga qarshi kurashishda qanday aniq chora-tadbirlar, samarali yo'llar belgilangan, shular haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Farmon bevosita mana shu sohani takomillashtirish borasidagi eng muhim hujjatlardan biri hisoblanadi. Nega? Chunki barcha mana shu faoliyatni muvofiqlashtiruvchi, unga qarshi kurashuvchi davlat idoralarini samarali faoliyat ko'rsatishini aniq bir mezonlarni belgilab bergan. Bundan nimani anglashimiz mumkin? Ya'niki, shu giyohvandlikka qarshi kurash bir vaqtning o'zida nafaqat shaxs, oila, jamiyat, maktab va davlat darajasida ishlashni talab qiladi. Nima uchun? Chunki bu mexanizm bir-biriga bog'liq. Agar shaxsni insoniylikdan chiqarsa bu giyohvandlik vositasi, bu bevosita oilaga ta'sir qiladi, maktabga ta'sir qiladi va undan keyin jamiyat va davlatni ijtimoiy munosabatlariga ta'sir qiladi. Ya'niki mana shu yo'nalishlarda bevosita izdan chiqishiga sababchi bo'ladi. Shuning uchun doimiy bu sohaga qarshi kurashish nafaqat o'sha shaxs miqyosida, balki davlat darajasida eng ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaralib kelinadi. Endi samarali yo'llar haqida to'xtaladigan bo'lsak, darhaqiqat bu borada mamlakatimizda bir qator ishlar doimiy ravishda amalga oshirib kelinyapti. Xususan samarali yo'llar haqida gapiradigan bo'lsak, ogohlantirish va ta'lim birinchisi. Bu nima? Ya'ni yoshlarga biz giyohvandlik moddalarining sog'liqqa, ruhiyatga va kelajakka ta'sirini biz tushuntirishimiz kerak birinchi navbatda. Keyin maktab va universitetda profilaktik darslarni ko'paytirishimiz kerak. Bundan tashqari ikkinchi samarali yo'li, ya'ni oila muhitini mustahkamlash. Bu juda muhim. Nima uchun? Chunki bolalar bilan ochiq muloqot doim bo'lishi kerak. Uni yonidagi do'stlari va atrofidagi muhitni ota-onalarimiz doim kuzatib borish kerak, bilish kerak. Uni muhiti qanday, do'stlari qanday, yonidagi insonlar qanaqa odamlar.
Bu haqida doimiy ota-onada fikr bo'lishi kerak, tanish kerak, bilish kerak. Bu uni kelgusida ruhiyatini o'zgarishiga, boshqa tomonlarga yo'nalib ketishini oldini oladi. Bundan tashqari yoshlarni foydali mashg'ulotlarga jalb qilish kerak. Buni masalan sport to'garaklari, san'at, madaniyat va boshqa yo'nalishlarga jalb qilishimiz kerak. Umuman olganda, demak, yoshlarda bo'sh vaqti bo'lmasligi kerak. Bor vaqtini ham ilm va ma'rifat uchun sarflash kerak. Keyingi yo'nalish demak bu psixologik va tibbiy yordam. Bu nima degani? Ya'ni o'sha giyohvandlik vositalariga qaramlikni ayb emas, balki davolanishi mumkin bo'lgan muammo sifatida ko'rishimiz kerak. Ya'ni o'sha buni shunaqa sohaga, shu yo'nalishga kirib qolib o'zini o'sha jamiyatdagi o'rnini yo'qotib qo'ygan shaxslardan uyalib emas, demak uni davolash mumkin bo'lgan bir muammo sifatida ko'ra bilsak, demak bu sohada ham o'zgarishlar bo'ladi. Bundan tashqari psixologik va narkologik yordamni soddalashtirishimiz kerak. Reabilitatsiya markazlarini kengaytirishimiz kerak, ko'paytirishimiz kerak. Bundan tashqari keyingi yo'nalish albatta jamiyat ishtirokini kuchaytirishimiz kerak. Bu nima degani? Ya'ni mahalla, nodavlat nochor tashkilotlar va diniy tashkilotlarni demak bu sohadagi profilaktik suhbatlarga jalb qilishimiz kerak, ularni imkoniyatlaridan to'liq foydalanishimiz. Qaramlikdan chiqqan insonlarni jamiyatga qayta moslashtirish bu eng muhim va ustuvor yo'nalish bo'lishi kerak. Mana shu yo'nalishlarda biz demak bevosita ishlarni davom ettirsak, albatta giyohvandlikka qarshi kurashda demak huquqni muhofaza qiluvchi, umuman mana shu sohaga mas'ul bo'lgan barcha davlat organlari zimmasiga yuklatilgan vazifani bevosita imkon qadar bajarish imkoniyati bo'ladi. Rahmat ma'lumotlar uchun. Albatta e'tirof etishimiz kerak, ya'ni oilada va mahallada bu borada samarali ishlar tashkil etilishi kerak. Xo'sh, O'zbekiston mahallalar uyushmasi viloyat boshqarmasi tomonidan bu borada qanday ishlar amalga oshirilyapti? Ulug'bek Iskandarovich, shular haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor shu yuqorida ushbu prezidentimizning 207-sonli farmoniga asosan mazmun mohiyati aytib o'tildi. Shu jumladan O'zbekiston mahallalar uyushmasiga bevosita ushbu farmonda mahallalarda yashirin, ya'ni latent narko laboratoriya aniqlash bo'yicha vazifalar belgilab berilgan. Ushbu vazifalardan kelib chiqib, viloyatimizda yanvar va mart oylarida barcha 723 ta mahallalarga yashirin laboratoriya aniqlash bo'yicha ichki ishlar xodimlari bilan hamkorlikda o'quv seminarlar tashkil etildi. Ushbu o'quv seminarlarda asosiy urg'u mahallada, ya'ni narko laboratoriyalar aniqlash jarayoni qanday tartibda aniqlanadi, ichki ishlar tomonidan batafsil ma'lumotlar berilib o'tildi. Shu jumladan sog'lom turmush ta'dini targ'ib etish bo'yicha hamkor tashkilotlar bilan doimiy ravishda bizda targ'ibot, tashkilot ishlari olib borilmoqda. Mahallalarda narko laboratoriya aniqlangan taqdirda zudlik bilan mahalla raisi tomonidan ichki ishlar, ya'ni profilaktika inspektoriga darhol xabardor beriladi. Va ushbu farmonda yana bitta tomoni bor. Narko laboratoriya aniqlangan taqdirda mahalla raisi tomonidan agar ichki ishlar profilaktika inspektori xabardor berilsa, rag'batlantirish choralari ham belgilab berilgan. Mahalla raislari tomonidan har kun doimiy ravishda nafaqat narko laboratoriya aniqlash, giyohvandlikka qarshi kurashish bo'yicha chora-tadbirlar belgilanib, kunlik monitoringlar o'tkazilib, hamda jazoni ijro etish muassasalaridan qaytgan shaxslar bilan monitoring olib borilmoqda. Monitoring olib borilganda ularning ijtimoiylashuvini ta'minlash bo'yicha vazifalar belgilanib, chora-tadbirlar belgilanib, ishlar amalga oshirilib kelinmoqda. Farda Hasanovich, bilamizki, har qanday huquqbuzarlik, qonun buzilish holatlari uchun javobgarlik choralari belgilangan. Xo'sh, giyohvandlik va narko jinoyatlariga oid qonun buzilish holatlari uchun qanday javobgarlik choralari belgilangan? Shular haqida aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Avvalambor shu narko jinoyat xususida to'xtalib o'tadigan bo'lsam, bu narko jinoyatlar shu amaldagi jinoyat kodeksimizda belgilangan jinoyatlarning eng jirkanch ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Chunki uning ta'siri shaxsni ongsizlikka olib keladi. Shaxs o'zini nima harakat qilayotganligini bilmaydi. Ilm faoliyati bilan shug'ullanish, kasb bilan shug'ullanish kabi hayotiy ehtiyojlardan voz kechib, mana shu narkotik bilan iste'mol qilishga, uni sotishga va boshqa shu bilan bog'liq jinoyatlarni sodir etishga shaxs moyil bo'lib qoladi. Mana shu holatlar inobatga olgan holda 3-noyabr 2025-yil kuni prezidentimizning 207-sonli farmoni qabul qilindi. Shu farmonga ko'ra Jinoyat kodeksida alohida aholi salomatligi va millat genofondini saqlashga oid alohida bo'lim tashkil qilinishi belgilab ko'rsatildi. Bundan tashqari ushbu Jinoyat kodeksi bo'yicha jinoyat sodir etgan shaxslar bo'yicha jazo muddatini 20 yilgacha qilib belgilash to'g'risida qat'iy belgilab o'tildi. Hozirgi kunda amaldagi Jinoyat kodeksiga ko'ra eng kami
Jinoyat kodeksining 270-moddasi ko'rsatilgani bo'yicha 25 barobardan boshlab jarima jazosi boshlanadi toki 20 yilgacha odoqdan mahrum qilish bilan bog'liq jazo tayinlanadi. Hozirgi kunda amalda jinoyat kodeksiga ko'ra. Hozirgi kunda ushbu jinoyatlarni sodir etgan shaxslar uchun jazolarni yanada og'irlashtirish choralari ko'rib borilmoqda. Amaldagi jinoyat kodeksining 270 va 276 moddalari bilan bog'liq jinoyatlar narko jinoyatlar deb hisoblanadi. Bunda giyohvand moddani ekishdan boshlab uni saqlashgacha bo'lgan qat'iy qoidalar belgilangan. Ekish uchun ham jazo belgilangan, yonida saqlab yurganligi uchun jazo belgilangan, uni sotganligi uchun eng og'ir jazo turi ko'rsatib o'tilgan. Hozirgi kunda 270 farmoniga ko'ra jamoat joyida giyohvand vositalarni iste'mol qilganligi uchun ham 15 sutka miqdordagi ma'muriy huquqbuzarlik to'g'risida jazo chorasi belgilash choralari ko'rilmoqda. Statistik ma'lumotlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, so'nggi vaqtlarda viloyatimizda giyohvandlik vositalari va narko jinoyatlariga aloqador asosan qaysi turdagi holatlar aniqlanmoqda? Raqamlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, holat qanday? Shular haqida aytib o'tsangiz. Hozirgi kunda jinoyat ishlari bo'yicha o'tkazilgan terror harakatlari davomida aniqlangan holatlar bo'yicha statistik ma'lumotlar mavjud. Ushbu statistik ma'lumotlarga ko'ra, umumiy jinoyatchilikning 20% dan 30% gacha miqdorini shu narkotik bilan bog'liq jinoyatlar tashkil qiladi. Ushbu jinoyatlar ishlari bo'yicha asosan eng ko'p sodir etilgan holatlar giyohvand vositalarini oldi sotish bilan bog'liq jinoyatlarimiz eng ko'p sodir etilgan jinoyatlardan biri hisoblanadi. Bu bo'yicha Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tegishli tartibda targ'ibot ishlari olib borilmoqda, lekin hozirgi kunga qadar ushbu jinoyatni oldi sotish bilan bog'liq jinoyatlar kamayish holati o'zgarish kam. O'tkir aka, suhbatimizni yana siz bilan davom ettirsak, islohotlar amalga oshirilayotgan ilmiy yondashuvlar, xalqaro tajribalarga suyaniladi. Shu ma'noda aytganda, giyohvandlik va narko jinoyatlariga qarshi kurashish borasida xalqaro tajribalarni o'zlashtirish, targ'ib qilish, tatbiq qilish ishlari qay tarzda amalga oshirilmoqda? Shular haqida aytib o'tsangiz. Albatta, har bir ijtimoiy munosabat yangi yondashuvlarni talab qiladi. Xuddi shunday giyohvandlikka qarshi kurashish sohasidagi munosabatlar ham demak yangicha yondashuvlar, yangicha usullar va yangicha ko'rinishni talab qiladi. Bu zamon talabi. Shu nuqtai nazardan xalqaro tajribani ham biz o'rganib borishimiz kerak. Nima uchun? Chunki xalqaro tajribada shakllangan yangi amaliyotlarni biz kerak bo'lsa O'zbekistonda qonunchilikka implementatsiya qilishimiz mumkin. Yoki yo'nalishlarda bevosita demak mana shu amaliyotga, shu giyohvandlik sohasidagi kurash bilan bog'liq faoliyatga tatbiq qilishimiz kerak. Bu demak bu sohadagi ishlarimiz jonlanishiga, bu sohada samarali ish tashkil qilishiga zamin yaratadi. Shu nuqtai nazardan mana bevosita biz jahon tajribasiga ham e'tibor qaratsak bo'ladi. Portugaliya 2001-yildan giyohvandlikni asosiy tibbiy va ijtimoiy muammo sifatida ko'ra boshlagan. Qaram shaxslar qamalish o'rniga davolashga yo'naltirilgan. Demak, qaram shaxslarni qamash o'rniga demak davolash ishlariga alohida e'tibor qaratgan. Reabilitatsiya va psixologik yordamni kuchaytirgan. Natijada o'lim holatlari va og'ir qaramlik kamaygan Portugaliyada. Islandiya yoshlar o'rtasida profilaktikaga katta e'tibor qaratgan. Ya'ni ularni bo'sh vaqtini qoldirmaslikka, ularni samarali san'at yoki fan, texnika yoki ishlab chiqarish yoki boshqa sohalarga yo'naltirish ularda eng ustuvor vazifa sifatida qaralgan. Singapur tajribasi bu bevosita qattiq qonun va yuqori nazorat siyosati bilan ajralib turadi qolganlarga nisbatan. Demak, bu davlatda giyohvandlikka qarshi kurashishda demak qonunlar qattiq. Ya'ni sodir etilgan jinoyatlar uchun jazo muqarrar, uni darajasi og'ir. Bu ham o'sha xorijiy davlatning o'zgacha bir yondashuvi. Yoki Amerika tajribasiga qaratadigan bo'lsak, demak bunda hamma soha kompaktni ishlaydi. Ya'ni demak huquqni muhofaza qiluvchi organlar ham profilaktika, reabilitatsiya, ilmiy tadqiqotlar birgalikda olib boriladi. Amerika Qo'shma Shtatlarida. Masalan, Shvetsariyada esa demak zararni kamaytirish usuli kengroq qo'llaniladi. Ya'ni o'sha qaram shaxslarni boya aytganimizdek ularni tibbiy nazorati ostida davolash ishlari Shvetsariyada ham eng muhim yo'nalishlardan biri sifatida qaralgan. Endi mana shu davlatlardagi ushbu yo'nalishlar bevosita o'zini oqlagan yo'nalishlar hisoblanadi. Demak, biz mana shu davlatlarda o'zini oqlagan xalqaro tajribani O'zbekistonda amaliyotga tatbiq qilishimiz kerak. Ayrimlari tatbiq qilingan, lekin ayrimlarini yana bir qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Bu nimaga olib keladi? Bu bevosita mana shu sohadagi eng ustuvor yo'nalishlarni belgilab olish, ishlarimizni samarali tashkil qilishda asosiy bosqich bo'lib xizmat qiladi. Endi mana shu xalqaro tajriba bilan bevosita o'zimizdagi amaliyotni uyg'unlashtirib, yana bir eng muhim jihatlarga e'tibor qaratishimiz kerak. Ya'ni bu nima? Biz o'sha giyohvandlik vositalariga yoki narkobiznesga qarshi kurashishdagi ishlarimizni zamonaviylashtirishimiz kerak. Bu nima degani? Bugun yoshlardan tortib o'rta bo'g'in yoki yoshi katta fuqarolarimiz ham hayoti bevosita ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'lanib boryapti. Bu sohadagi jinoyatlar ham demak aynan shu sohaga kirib kelyapti. Shu orqali targ'ibotni kuchaytiryapti. Shu orqali tovar yetkazib berish bilan bog'liq harakatlar sodir qilinyapti yoki shu sohaga qiziqtirish, yoshlarimizni ongini buzishda ham mana shu ijtimoiy tarmoqlardan foydalanyapti. Shuning uchun biz profilaktikani bevosita zamonaviylashtirishimiz kerak. Ya'ni ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan foydalanib kichik hajmdagi
bu sohani illat ekanligini ko'rsatib beradigan videoroliklarni kengaytirishimiz kerak yoki zararni erta aniqlash institutini yaratishimiz kerak. Ya'ni bu maktabdan, bog'chadan masalan bolani psixologik holatini o'rganib, unda qanday jarayon ketyapti aniqlash mumkin, tashxis qo'yish mumkin. Bundan tashqari yoshlar siyosati va bandlikni kengaytirishimiz kerak. Ya'ni sport maydonlari, IT markazlari, to'garaklarni demak zamonaviylashtirib borishimiz kerak. Raqamli texnologiyalar masalasi. Masalan, anonim onlayn psixologik yordam va platformalarni yaratishimiz kerak. Bu bevosita bo'layotganimizda ijtimoiy tarmoqlar bilan bog'liq. Sun'iy intellekt orqali xavfli onlayn savdolarni aniqlash imkoniyatini kengaytirishimiz kerak. Ijtimoiy tarmoqdan foydalanayotgan yoshdan to o'rta bo'g'in yoki katta bo'g'indagi har bir fuqaro demak bu uning ijtimoiy hayoti uchun qay darajada xavf ekanligini baholab beradigan, tashxis qo'yib bera oladigan platformalarni ishga tushirishimiz kerak. Mobil ilovalar yaratishimiz kerak. Bu ham o'sha ijtimoiy tarmoqlar orqali yoki boshqa sohalardan kirib kelayotgan kiber jinoyatlar mana hozir ko'ryapsiz. Demak, bu ham bevosita bog'liqda. Ilovalarda masalan deylik o'sha giyohvandlik sohasi bilan yoki narko jinoyatchilikka oid masalan qiziqtiruvchi roliklarni ajrata oladigan yoki undan himoya qiladigan yoki unga qanaqadir to'siq qo'yadigan bir mexanizmlar, endi uni IT mutaxassislarimiz yaxshi biladi. O'ylab ko'rsak, bu ham shu sohadagi munosabatlarni demak qisqartirish uchun, kamaytirish uchun, yoshlarimizni hayotga, jamiyatga va ilmga bo'lgan qiziqishini uyg'otishga bo'lgan imkoniyatlarni kengaytiradi. Agar yoshdan tortib o'rta bo'g'in yosh kattalarimizgacha demak uni ijtimoiy hayoti faqat manfaatli va sog'lom muhit, sog'lom tarbiya, ilm, fanga qiziqsa, demak biz ularning imkoniyatidan, yaxshi imkoniyatlardan foydalanishimiz mumkin. Bola yoki o'rta bo'g'indagi yosh ishsiz shaxs misol uchun u bo'sh qoldimi, demak albatta xohlaymizmi yo'qmi boshqa tomonga yuradi. Buni zarari albatta oilaga keladi, oiladan jamiyatga o'tadi, jamiyatdan davlatga o'tadi. Chunki giyohvandlik vositalari, narko soha bevosita insonni insoniylikdan chiqaradi. Ramziy ma'noda uni dunyodagi boshqa bir maxluqotlar qatoriga qo'shadi. Demak, u maxluqotga aylandimi, unda na tarbiya bo'ladi, na ilm-fan bo'ladi va na unda boya hamkasbimiz aytgandek, jamiyat uchun foydali bo'lgan ehtiyojlar unutiladi. Shu nuqtai nazardan demak biz o'ylashimiz kerak, mana shu sohadagi faoliyatni demak xalqaro tajribani doimiy o'rganib, kerakli yo'nalishlarni implementatsiya qilib, milliy qonunchiligimizga kerakli qarshi kurash borasidagi yo'llarni bevosita idoralar faoliyatida ham tatbiq qilishni yo'lga qo'yishimiz kerak va eng muhimi bu sohada ortda qolmasdan profilaktikani demak zamonaviylashtirish jarayoniga eng katta e'tibor qaratishimiz kerak. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Bahodir aka, navbatdagi savol bilan sizga yuzlansam, yurtimizda asosiy qatlam vakillari yoshlar ekanligini inobatga olgan holda e'tibor qaratadigan bo'lsak, xo'sh, farmonda ushbu vakillarni narko jinoyatlardan, giyohvandlikdan himoya qilish borasida qanday vazifalar belgilangan? Shular haqida aytib o'tsangiz. Voyaga yetmaganlar umuman yoshlarni narko jinoyatlarga jalb etganligi uchun to'g'ri javobgarlik masalasi hal etilyapti shu farmon bilan. Bundan tashqari shu voyaga yetmagan shaxslarni jalb qilgan holda sodir etilgan taqdirda jalb etilgan holatni o'zi og'irlashuvchi holat sifatida baho beriladi Jinoyat kodeksi bo'yicha. Bundan tashqari yoshlar joylashgan oromgohlar, umuman ular tarbiyalanayotgan joy, ta'lim muassasalarini yoki ular tutash bo'lgan hududlarda giyohvandlik vositasi sotish, saqlash, ularni jalb qilish bo'yicha jazo choralari 2 barobar og'irlashtirildi. Voyaga yetmagan shaxslar yoshlarni psixotrop moddalar, ruhiy ta'sir qiluvchi moddalardan saqlashda faqatgina farmon bo'yicha belgilab berilgan vazifalar bo'yicha ishlasak, jinoyat ham kamayadi. Yoshlarimiz aynan nihollarni to'g'ri o'stira olgan va sog'lom oila, sog'lom jamiyat barpo qilgan bo'lardik. Rahmat ma'lumotlaringiz uchun. Bir necha shaxs ishtirokida yoki qaysidir davlat tashkilotlari, idoralari sa'y harakatlari bilan bu illatning ildiziga bolta urish bir muncha mushkul. Qachonki barcha shaxs o'zini mas'ul deb bilsa bu jarayonda, shundagina biz ijobiy natijalarga erishishimiz mumkin. Teletomoshabinlarimizdan ham shuni so'rab qolardik-ki, atrofda, jamiyatda mazkur holatlarga oid ma'lumotlarni eshitdingizmi, bildingizmi yoki xabardor bo'ldingizmi? Albatta, tegishli tartibda tegishli idoralarni xabardor qiling. Shundagina mazkur illatni ildiziga bolta urishga erishishimiz mumkin. Ko'rsatuvimiz ishtirokchilari yuqorida aytib o'tilgan ma'lumotlar, savollarimizga javoblaringiz, ishtirokingiz uchun minnatdorchilik bildiramiz. Qadrli teletomoshabinlar, shu bilan biz uchun ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.